Bu yerda Wi-Fi'ni buzish nimasini ko'ramiz. Xo'p, videoni yozishni boshladik. 4-amaliy mashg'ulotimiz uchun bu 710-21 guruh nomidan. Xo'p. Birinchi o'rinda Windowsda biladigan bo'lsak, virtual boxda o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan Kali Linux kompyuterimizga o'tib olamiz. Ya'ni virtual box bunga bir nechta kompyuterlardan ikki kompyuter ichida kompyuter hosil qilib foydalanish imkoniyati beruvchi dastur. Xo'p. Bu virtual boxda macOSlar uchun Udemy degan dasturi bor. O'shadan foydalansangiz bo'ladi. Windows uchun yoki boshqa dasturlar uchun VirtualBox ishlab chiqarilgan. Xo'p, VirtualBoxda turli xil Windows ham, Linux ham, har xil nimalar yaratib olsangiz bo'laveradi. Xo'p, bu yerga login bilan passwordimizni kiritib olamiz. Xo'p, terminalni ochamiz. Terminalda ishlash qulay. Linuxda umuman aytganda asosan terminalda ishlanadi. Xo'p, bizda Wi-Fi'ni ataka qilish uchun Wi-Fi Lite degan texnologiyasi bor. Ana shundan hozir foydalanamiz. Agar Linux va boshqa bir nimada bo'lsa ham terminal orqali Wi-Fi Lite o'rnatsangiz bo'ladi. Bu GitHubda yuklangan. Xo'p. Ermon-ng start bilan 0mon degan orqali biz o'sha Wi-Fi adapterimizni sozlab olamiz. Endi Wi-Fi kill deb bosdik. Xo'p, Wi-Fi kill deganimizda hozir xatolik berdi. Shuning uchun update qilib oldik. Update qilib olyapmiz. Men aytganda update jarayonida hozircha. Xo'p, men aytganda o'sha Linuxda kirishingizga update qilib olsangiz yaxshi bo'ladi, chunki Linux har soniyada yangilanib turadi degan nima ham bor. Chunki nima edi? Faktdan bor. Chunki Linuxda ko'p nimalar o'sha zamon bilan hamnafas yashagani uchun doimiy yangilanib turadi. Shuning uchun kirib iloji boricha update qilib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Nima aytganda. Xo'p, hozir update jarayonida. Aytgancha update jarayonida Wi-Fi ga ulangan bo'lish kerak, chunki o'zi update qilganda nima deydi, o'ziga kerakli nimalarda o'sha ma'lumotlarni tortib oladi. Ya'ni texnologiyalar yangilanish kerak bo'lsa, o'sha internet orqali yangilab oladi. Tag'in Wi-Fi buzish ekan deb turib, o'sha internet yoqmasdan buzishga harakat qilmanglar. Xo'p. Oz muddat qoldi. Hozir Hop, tugadi. Hop, boshqa holatdan beramiz.
Hop, bitta update qo'yaylik yana. Hop, ozgina kam joyi qolibdi. Bo'ldi. Hop, endi dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Wi-Fi kill deb yozadigan bo'lsak. Hop, bizda hozir bu yerda Wi-Fi larni nima deydi? Bizda Wi-Fi adapterimiz tutib turgan Wi-Fi larni ko'rsatib beryapti. Hop, VPS ni ham ko'rsatyapti, klientlarni ham ko'rsatyapti, chastotasini ham ko'rsatyapti, ECDsini ham ko'rsatyapti. Hop, endi bu yerda aytyapti select target deyapti, bittasini tanlang deyapti. Biz tanlaymiz. Hop, mana bu yoqdan ko'rishimiz ham mumkin. Chiqib turganini. Hop, Asia'nikini tanlaymiz. Hop, 8-nimani tanladik. 8-o'rinda turibgan. Bu yerga 8 ni yozsak bo'ldi. 8 yozamiz va enter tugmasini bosib qo'yamiz. Hop, endi jarayon ketyapti. Xullas, o'sha MAC adresini topdi. ECD, BCDsini topyapti. Encryption ya'ni VPS nimasidan foydalangan va VPS pin paroli 164 50 202 ekan. O'zining pasporti, ya'ni Wi-Fi pasporti Xonazarova 1 Abdurahimova ekan. Shu pasport orqali ulanishimiz mumkin bo'ladi. Hop, endi bitta Wi-Fi nima qilmasdan yana bir boshqa Wi-Fi ni ham buzib ko'rishga harakat qilamiz. Ya'ni TP-Linkni 15C nimasi, ya'ni ikkinchi chastotada ishlayapti, 6-o'rinda turibdi. Hop, 6 bosilib ketib qoldi, uzr. Wi-Fi kill nima qilamiz? Yana ishga tushiramiz. Hop. Bu yerda qaytadan kiritamiz. Yana o'sha TP-Linkni nimasini, TP-Link 15C ni. Hop, bizda bu safar 7-o'ringa tushib oldi. Hop, bundan oldin 6-o'rinda edi. Endi chastotasiga qarab ham ba'zida taxlab qo'yadi. Hop, 7 ni tanladik. Hop, jarayon boshlandi va parolni topdi. Biz mana shu qiyinroq paroldan foydalangan, lekin bunga ko'p vaqt ketmadi, chunki kompyuterimiz kuchli desa ham bo'ladi, maqtanib. Hop. Endi shu endi Wi-Fi buzish nimasi, to'g'ri yo'lda foydalansizlar degan umiddamiz. Shunchaki bilim uchun o'rganildi. Shu